Avval pulni ko'rsatinglar. Ramit, pul soxta ekan. Sizlarni shartni bajara olmaydi deb qo'shimcha variant o'ylab turgandim. O'zinglar yoshinglar o'tgan odam bo'lsanglar ham ancha shoshli odam ekansizlar. Yaxshisi meni xizmatimga o'tinglar. Yaxshi haq to'layman. Ha, bizda pul bor. Faqat tajriba yo'q. Sizda tajriba bor. Men senga qurilishni to'xtat deyapmanmi? To'xtat, tamom. Chollarning gapiga ishonib, uyini sotuvga qo'yibdi. Aytishicha, xaridorlar kelayotganmish. Mana uni yangilik desa bo'ladi.